Men bir ishga bak hayron. Biz bu dunyoda yashaydi ekanmiz. Nurg'un jafo mushaqqatlar bizga hamroh bo'ladi ekan. Ba'zida boshqalarga muhtoj bo'ladi ekanmiz. Yana ba'zida boshqalarga muhtoj bo'lib, bizning oldimizga kelib qoladi ekan. O'zimizning nurg'un orzu-armonlarimiz uchun bak ko'p tirikchiliklarni ko'rsatdi ekanmiz. Nayt ko'p. Lekin erishadiganimiz bo'lsa, nayt oz bir qism bo'ladi ekan. Shuning uchun efendi, qo'ygan baharning sal tuvan bo'lib qoldimi? Qanda? Sizga yana bir fursat bor. Yana azroq qo'yishing. Bas tuvan bo'lib qopti. Bu nimdegingiz Nurali efendi? Bir ish kelib turib qoldi, biz paranglashayotqali. Siz mush bir qatim qo'llig'ingiz o'p qolsa, ma'qul deydiga xafa olmay. Film ham ishlar sizning deganingiz bo'yicha bo'lyapti, Nurali efendi. Undaq demay, ma'qul deng. Mush bir qatimda ma'qul bo'lsangiz nim bo'ladi? Ha, ma'qul bo'lsa-mi bo'lay. Undaqda siz menga bir ishga ma'qul bo'ling, bo'lamdi? Cho'qim rost gap. Ha, albatta rost gap qilaman deb bo'ladi. Yiqroq keling. Siz degan Karla degan bu mahsulotning sufti zodi qandaqroq? Menga rost gap qiling. Bu rost mahsulotmi, saxtimi? Saxta mahsulot degan qandaq gap? Nurali efendi, siz mening vijdonimni chaqchaq qilib o'tapsiz. Mush karlarni saxta mahsulot deyishib ketib o'tapsiz. Saxta mahsulotni oldingizga akilib sizning obrazingizni xunuklashtiramanmi? Ha? Men saxta mahsulotlarni bozorga silib boshqalarni aldaymanmi? Men saxta mahsulot sotadigan nachar odamman. Qaytma shirkatimiz ahli shirkatmi? O'zingizni besmela. Men qandaq besa olaman o'zimni? O'zingizni besmela. Hech yo'q, hech yo'qmidi, ha? Undaq ochiqni bermang, boshqalar qarab o'tdi. Shilapingizni yenidan setib olibsiz-da. Qandaq bildingiz? Au, Marksga qarab. Voy, setibdi. Amaliyotda bayqi gapimni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Shu sevimli ko'rmanlarimiz bizga nurg'un shon-sharaf, hurmatlarni qo'llashlarni berib kelyapti. Ular bizga ishondi. Biz ularga ishonch berishimiz kerak. Artist deganning ko'rinmini bo'lmasa, u hech nima emas. Yaxshi mahsulotlar bo'lsa, u yaxshi. Saxta sifatsiz mahsulotlar bo'lib qolsa, bu uchun boshqalarga tavsiya qilsak, bizni qandaqmi odam degan bo'lsin. Yaxshilik deganni yaxshilik bilan qaytarishimiz kerak. To'g'rimi? Mana bu muhabbat. Boshqalarning bizga bergan hurmatlarini xohlagancha foydalansak bo'lmaydi-da. Shu men buni rostmi, saxtimi deb so'rab Aytib o'rinliq Nurali efendi. Hamma artistning sizdek bo'lishini umid qilaman. Mening ochig'im kelgayri. Agar bu mahsulot saxta bo'lib qolsa, sizning oldingiz qandaqmi iloj ishlab deb kelalayman. Sizdan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, ketib qoladi. Nəhayət yaxşı. Demək, məhsulatınızga 100% işençimiz var ikən də? 100%? Yani 5% eşip yatsın işençim var. Oy, işlim bulmagan siz? 5%? 5% emez, 105%. Süpütün çoğun kapaletki ilgi demekçi. İş qılıb 100% işençi var da, şunaqmı? Karlarını işletip bakanlar bunu biliyordu, kapalet. Ha, ma'qul. Undaqda bu karlardagi mahsulotingizning turi nihoyat jiqkan go. Masalan, Yusupon, Chazopon qatorliq har xil turmush buyumi, girim buyumlari to'liq. Ben mush yangi filmimga sürmüsürüp chiqib baqaymikan deyman. Mana qaraysiz. Nayt, yaxshi o'ylabsiz. Sizga mos keladigan sürümlarni o'zim tavsiya qilaman. Hech kim qilmagan ishlarni qilib baqmabsiz. Bu gaplarni keyin deyishaylik. Hozir biz qo'llayotgan mush filmning ishiga kelaylik. Mush yangi filmingizning ismi nima? Rost qandaqroq film bu, daqiqa? Bu qatorliq film harakatli film. O'zimizning xabari bor. Rayonimiz harakatli filmlar bak oz ishlanadi. Hatto yo'q deyardik. Ben özüm kanalını məstansı emasman. Şunun üçün şundaq bir hərəkət film işləb baxaymikin. Görmənlər yaxşı görüb qalsa əcəb emas deb, gerçi cəfası cıq bolsa qamaqçı. Bu qədənlik filmnin ismi bolsa, ötüb durun ha. Ötüb durun ha. Bu filmnin ismi ötüb durun ama. Nasıl qamlaşmadı mı o neyme? Vay ötüb durun ha. Voy, nemişler olib ketib bardi ha? Ko'p kunduzda bir qiz balani 4 o'g'il bola qo'g'lab ketib bardi. Nima degan qalayimqanchilik bu? Bo'ldilar. O'z gapimizni kelaylik. Oy. Nurali efendi. Nurali efendi. Nurali efendi, ne ketdingiz?
Ne bo'ldi? Bilmadim. Bilmedim. Ha, tushundim. Men sizni kayningizdan 2 yil qo'g'lasam, hech qanday javob yo'q. Amaliyotda qo'g'lashgan o'g'illaringiz jiq deyli. Ha, endi bildim. Ular qo'g'lashmayapti, qo'g'layapti. Qo'g'layapti-da? Ha, nimishqa? O'zlaridan so'rang. Hey, nimish qo'g'laysizlar? Uni bizdan so'rama, o'zidan so'ra. Sizdan so'raydi ekanman. Men bilmadim, o'zlaridan so'rang. Hey, sizlardan so'raydi ekanman. Bizdan to'kinimizda suvni elib, pulni bermay, g'ipit tikivasa, men qo'g'lamay, biz qo'g'lamay kim qo'g'laydi? Sizning mushundaq ishlaringiz bormi tehi? Yo'q, narsa oluvdim. Telefonim ishlamay qoldi. Qancha puldi? 4 yuan. To'tkoy uchun 4 oqlab qo'g'lab keldinglar. To'tkoy o'zining bo'pti. To'tkoy o'simi? Bekor ekanmidi? Jonni tikib, kun bo'yi savdo qilib, aran tipotimiz shu to'tkoyni deydigan gap bormi? Aka, xafa bo'lmang. O'zinglarni besinglar akalar, ha? O'zinglarni besinglar. Ochiqlik salomatlikka bak ziyonli, shundaq-ku. Odamga har qanday ish qilganda o'zini besilish kerak. Kayfiyatinglarni xushhal tutinglar, ha? Kayfiyatni yaxshi qilganda hamma ishlar yaxshi bo'ladi. Xushhal tutinglar. Qo'shal tutamiz deb sen naqsh qilib usul o'ynab bersak bo'lamdi. To'g'ri. Yaxshi aytib usul o'ynash kerak. Usul degan sog'lomlikning to'g'risi emasmi, ha? Agar sizlar usul o'ynashdan qiziqib bo'lsanglar, men sizlarga o'ynab ko'rsatib qo'yay. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। Sarangma mavi, kallasning dadi vaqo mana. Kallisning dadi yo'q-ku. Qochdi haq. Qochdi. Qo'llashmabsan. Qo'llaydi. To'xta! To'xta deyman. Oyoq ketdi. Sayaqda. Ma'qul. Kechirim. Qasddan qilsam. To'xta! Hey, to'xta. Kira. Ovoz chiqaman. To'xta! Hey, to'xta! To'xta deyman. Tez. Ha, qo'llaydi. Endi tushib To'xta! Chiq, aytsan. Nurali efendi. Nurali efendi. Oy, bu siz mi? Hepimiz tügmeyle geçip yattınız mı? Qo'y ketinglar. chiqmabsan.
Nureli efendi. Nureli efendi. İlanımni qistiribman bikin ha. Oy, oy, oy. Qo'pa. Nima o'mlab yuribsan? Cho'p-cho'p olib qolganda. Yorlarning iloni yaxshi chiqyapti ukam shuni bilan. Men qarag'ina, voy, bo'lmabdi ukam. Bu 2-3 tal mahsulotni qo'lingga tutib olmamsan, haq ko'madi buni. Makonga korlar deb yozib olmamsan. Men qarag'ina. Sen artistmi? Nurali artist tanlayamidimi ya? Oy, Lale. Lale. Men bu yoqdaman. Bu yerkansiz-ku. Sizga bir ish bo'lmagandir? Yo'q, hech bo'lmadi. Ular qani? Hamisha joyida. Voy, qachaydi. Kimchilik tirish. Bugungi faoliyatimizdan hammalar shunchalar xushal bo'libsizlar. Bizmi xushal bo'ldik. Ha, Karla. Hammalarga hamroh. Ha, bizning bu qatnashib sayohatimiz shunchalik go'zal boshlanib, shunchalik go'zal oxirlashyapti, shundaqmi? Chunki Karlaga eng yaxshi munavvar qaltis odamlar yig'ildi-da. Siz Biz o tarafga bering. suhbatni yaxshi qilib ekanmiz. Cho'qim taraqqiyotimiz bo'ladi. Mana ishtinglar, bu gap rost. Nurali efendi, siz bu yerda ish qilasiz. Ben sizinle parmağa yerim kalmadı. Bir qatim emas, 2 qatim qachon istayman. Ben ya ish bo'lmasam, bu yaxshilik Biz o'tirma. keyin deyishayli bo'ladi. Gaplarni oxiri oldirmay deyishman. Keyin O'tirma, men sizga misol tushuntirib Qo'yib beraman. berib qo'yishingizak bo'lmaydi bugun. Sen çıkar bile.微信收款4元。 Ya uni qo'ya. Bo'ldi, pulni topshirib oldik. Mana ketaylik bo'ldi. Mana qo'pa. Ketaylik bo'ldi. Bo'ldik. Mana. Voy, puta. Nega beranchilik bu? Mayli. Qo'lim og'rib turdi deysiz. Ajab qattiq yiqildi bu. Axir oldik mana. Mushtimi qattiq deb ekan uni. Zuqu bular. Ha? Sizmi qiziqku? Ha? Bir eg'iz qahramoningizga rahmat, suyimlikim deyishni o'ylashib baqmadingizmi? Rahmat. Ovora qildim. Rahmat. Hey, astoydil demamsiz. Bak tanib qoldimi qandaq? Chin yuragimizni chiqarib turib, rahmat, suyimlikim. Bugun siz bo'lmagan bo'lsangiz qanday qilatdim ha? Deyishingiz kerak. Rost ekasi meni sevganingizda shularga to'rgani berib yorib, qutulgan bo'lardingiz. Ha? To'tkoy? Ha?
Ben bunu faqat o'ylashmabdiman. Boyqa ahvollar shundoq jiddiy tursa, to'g'ri tushunishingiz kerak-da sizmi albatta. Oldi bilan romantik bo'lib kelib, keyin gapirasiz. Lola, men nima shunchalik romantik? Romantiklik ko'rinishdan derak beradi. Shundoq emasmi? Balki. To'g'rimi? Ha? Qarang. Topa. Olib keling. Mana bu haqiqiy muhabbat. Ha? Sevgi, romantika. Menga qarang. Oldi bilan romantiklikni yaxshilab o'rganib kelib, keyin menga gapirasiz, xo'p? Ma'qul. Men ugunay. Qarab turing. Lola deb naqsh yozaman. Odam jihyat izhor qilmang go toza. Ha. Adaş ma bulamdiki sana. Bu musman kür bakam sen ya. Seni o'ylab har kun Nima vaz bu? alam tatdim har kun. Ma qarab bakaylik biz konuşmamda. Qarang, pastdan naqsha ko'tarmaymi? Hey qara, Nuraliga. Hech bir amalim yo'qdur. Sevda yürüdüm her gün. Nima degan romantik, ha? Hey, to'xtam ne ko'rsa? Buldum ettin sana yürek intizar. Kaldım ben bir yanda sevda bir karar. Buldum ettin sana yürek intizar. Kaldım ben bir yanda sevda bir karar. Seni oylap her gün alem tattım her gün. Hiçbir amalın yoktur sevda yürüdüm her gün. Seni görüp dursa, gözlerine baksa, beşim kökke yeter, şu günlerge basar. La 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 la, vay kıma mini zare. Seni sevgin gerek, vay la 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 la. La 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 la, vay kıma mini zare. Seni sevgin gerek, vay la 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 la. Zarlandı sen şu yürek. Para buldu, dert oldu bu nazuk yürek. Buldum şıkında, gül popotunda, dert soldun sen. Ve seni tattım, emmedi geçtim, seni söyledim ben. Seni oylap her gün, alem tattım her gün. Hiçbir amalım yoktur, sevda yürüdüm her gün. Seni görüp dursa, gözlerine baksa, beşim kökke yeter, şu günlerge basar. La 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 la, vay kıma mini zare. Seni sevgin gerek, vay la 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 la. La 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 la, vay kıma mini zare. Seni sevgin gerek, vay la 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 la.
sevgin kerak Vay la 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 Vay qilma meni zora Sening sevgin kerak Vay la 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 Müşerif et omrak gelsen nerede oturmaz? Bu tuşlar yaxshi ko'raman. Tepaga chiqamiz. Vaycam, uş koncayda oturaylıca bulmasa. Anıt o'tiramizmi? Meyli bulmasa. Sizni pek qo'llaydi ekanda. Karlarını özünün yolcu alımcan kıgan. Voy, telefonimiz zaryad qolmabdi, past tushib chiqing. Ma'qul adaş. Ha, endi tushundim. Olimjon efendi bek aqlli ekan juma. Rahmet. Men bir necha kundan dinlab qolsamlar, chiniqib, muskullarimni kuchlantirib. Her qanday işte astoydil bo'lish kerak. Albatta. Ha, shu. To'g'ri. Men shunday o'ylayman. Shundaq astoydil bo'lganda ondan natija chiqarib bo'ladi. Siz bu yoq meniki. Bundaq gap. Shuncha paytdan beri sevaman desangiz, yo'q deganim sababini bilasizmi? Shuning uchun. Men Ha? yo'q. Yo'q. Bu ish siz o'ylagandek emas. To'xtang, Lola. Lola. Kim o? Bu bunaqa ish. Bu ishkimiz saboqdosh. Kichik vaqtimizni tortib birga o'ynab cho'g'anda, ha? Balkim u shu vaqtlarda boshlab man qiziqib qolgan bo'lsa kerak. Ish qilib men shunday his qildim. Kichik vaqtlardan boshlabla u meni bek yaxshi ko'radi dedi, ha? Men davomli begaram bo'lardim. Amaliyotda ishkimiz faqat bir kelaydiganlardan emas. U da hozirgacha meni faqat qo'yib atmadi dedi, ha? Kunda to'xtamay telefon qiladi. Hozirgacha kaydinga bek kirib boradi. Nega bo'lsam shu yerda o'z qo'llab yurdi dedi, ha? Kichik vaqtlarimda u to'xtamay otkritlarni sovuq qiladi. Hozir telefonlarni sovuq qiladi, lekin men faqat aytmaydi. U yana kunda men seni bek yaxshi ko'radim. Men senga tegimsab qat'iy bo'lmaydi degandek gap so'zlar bilan ish qilib meni bek bezor qilyapti. Telefon nomerini yo'q qilmasam boshqa telefondan qiladi. Sen nima ish qilmani yuyitsan, nima ish qilmani bundoq muomala qilsan, sen bilan o'tkinim o'tganda. Kelishgan bo'lgan ayb emas-ku? Ha? Muhabbat degan ikkala taraf bir-birini bek yaxshi ko'rgan vaqtida ondan mavjud bo'ladigan narsa. Bo'lmasa zo'rliq bu. Kunim tasbih ekan, beshim oylik degan to'g'ri meniki. Ikkala taraf bir-birini yaxshi ko'rgan vaqtda haqiqiy muhabbat bo'lib, inoq va baxtli oila qurg'il bo'ladi emasmi? Shundaqmi? To'xtang, ha? Qarang, yana telefon qildim menga. Nomus maqamay. Voy! Ajab ochig'imni keltirdingiz bugun. Voy, yig'lamayman to'la. Qig'iliqni qilib bo'lib nimaga yig'laysiz? Yetmadimi? Endi kechirim so'raganning foydasi yo'q. Bugun do'stimning oldida ajab yuzimni to'kyaptingiz, ha? Mening nima qilishim bilan sizning nima ko'ringiz, ha? Biz ham muhabbat bo'lmasak, yuzingiz faqat qizarmaydi ekan. Men sizni yaxshi ko'rmayman dedim, ko'rmayman. Ha? Eng yaxshisi o'zingizga mos keladiganlarni teping. Xo'sh. Qanda degan, qarang. Hopumang deb jeni yig'layotdi. Ajoyib bir qiz olajimi bu? Ish qilib bizni suyimizni tek akapamadimi, ha? Muloz. Oy. Qachon kelgan? Bayatdan beri degan gaplaringizning hammani angladi. Evet, çıkacak. Telefonim qolib ketibdi. Odam emas. Lo'nim. Lola, to'xta, gapimni anglang. Hey.
Chiroyli go'zal qonchoq qarab qo'yg'in hey qizchoq maftunkor ko'zing bilan tikilib tur menga qarab Shalloq yigitga o'xshash Keynimdan yurma mening Baribir mumkin bo'lmas Shirin xiyoling sening Qo'g'lashib seni yursam keyningda Zerikmagin hargiz meningda Haqiqiy sevgi shundoq bo'larkan Keynida so'kuldab yurmasi bo'lmaskan Qo'g'lab hardingmi Umid uzdingmi Sevgi degan shundoq Amdi bildingmi Jabr tortsangmi Amal yo'q yigit Bosh kessangmi mayli Qo'yayman chekib Sevgi yo'li mushaqqat Bilsa uchun muhabbat Zerikmasdan ta'abat O'tgan shu bir muhabbat Hayatım pekasala İşen sözümni anla Gözüm seni aldırmaz Bulma bana bir parva Saxta gapni ko'p qilma Meni to'la aldima Agarda rost bo'lsa so'zing Qiyni uni isbotla Sen bilen ömür Billa yaşayman Her daim yanımdan ayrılalmayman Etkan sözümni ispatlayman hem Gözümden bir tamca ak kızmayman ben Yigitlar shunda So'zlari o'xshash Go'zallarni ko'rsa Daydimi shunda Sevgiga yetib Bo'lgandan keyin O so'zlarni anglash Bekmu qiyin Sevgi yoli mushaqqat Bilsa uchun muhabbat Zerikmasdan ta'abat O'tgan shu bir muhabbat Sevgim sana izhar Heves emas zinhar Yurar edim men pinhon Bir sana atalgan Yürekке yazılgan Muhabbetim bir sana bo'lgan Sevgi yoli mushaqqat Bilsa uchun muhabbat Zerikmasdan ta'abat O'tgan shu bir muhabbat Sevgi yoli mushaqqat Bilsa uchun muhabbat Zerikmasdan ta'abat O'tgan shu bir muhabbat Ey! Hamma ishlar shuncha go'zal oxirlashdi, ha? Shunaqami? Albatta. Johillik qilib turganingiz bilan baribir menga tava bo'ladiganligingizni bilatdim men. Ha? Ozgina kallangizni ishlasangiz bo'lmaydimi? Biza Jungo fuqarosimiz, to'g'rimi? Bizani bu yerda siyosatlarimiz juda zo'r, juda yaxshi. Yaxshi. To'g'rimi? Men mana shu Jungo fuqarosi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Menmi shu? Albatta. Siyosatlarimiz yaxshi, tinch zamonda, tinch shaharda yashaymiz. Qanaqa qilib 4 o'g'il bola, bitta qiz bolani to'g'ri uylandi deb ketidan qovlashi mumkin. Men tushunmadim. Kallingizni ozgina ishlasangiz, keyin tushuna olasiz.
Yana aldın etdim de. Hap. Lale. To'xtab turing ha. Nima qildingiz bu? Meni mushundaq mahbaq qilamsiz deyman. Bundan keyin yana qanday planlaringiz bor? Hammani bir daviting ha. Gap qiling ha. Nima ish qilmoqda qildingiz? Gap qiling ha bir eg'iz.